Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. Ha, isming nima sani ukajonim? Ben Çingizman aka. O Çingiz deyapgani boytamir sanmisan? Ha, hamma Çingiz yozyapti. Qoyilma, tanishganimdan Odam bilan o'ynashni Nikolka hayolimga keltirmagan. Men gaplashishga olib chiqmaganman, to'g'risida. Men odam sekin kinochilarimiz imkon bormi siz bilan teatr o'ynasam? imkon bormi? Duxing yetadimi, yuta olaysanmi? Bilan o'ynashimni Ya, uka. Men TikTokda yengiman, hazillashyapman. Men TikTokda yengiman ukajonim. Rosta kirib aylanib turib, hamma Çingiz deb yozdi-da. Çingiz kim ekan? Men uchrayman, sen bilan birinchi marta ko'rishyapmiz. To'g'ri gapiryapman. to'g'ri. Men yoshlikdan orzu qilganman bu odam tog'li kiyovda chiqqanlar, kinolarni fastiyani ko'rganman. Tog'li kiyov yoshligida legenda kinolardagi odam shumbolarni ko'rganlar ekan. Bahora tanishib oldik sen bilan ukajonim mana. Yaxshi ham TikTokda ukam mana. Boqdan tanishdik ukajonim. Boringiz mana battle bosdim o'rtoqlar. Ketdik mana Çingiz deyapsizlar. Yaxshi insonlar. Degan bo'lsa o'rtoqlar mana boshladik o'rtoqlar. Bu endi kuchli Çingizlar o'rtoqlar. Qani O'zbekiston? Hozir qayerdasan? O'zbekistondamisan? Çingiz qayerda o'ynayapsan? Men hozir Norvegiyadaman. Norvegiyadamisan? O'rtoqlar mana Temurli xalqaro battle ekan. Mana orqamda O'zbekiston xalqi turibdi o'rtoqlar. Men yuragim O'zbekiston. Norvegiya, Gollandiya bilan o'ynayman. Qani o'rtoqlar, Gollandiyalik Çingiz bilan o'ynayapman o'rtoqlar. Gap yo'q. Gollandlar Norvegiya o'zbekcha gapiradigan bo'lib ketishdi o'rtoqlar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Qoyil besh baho deydi, onasini emsin. Gap so'z yo'q. O'zbegim agar shungacha borgan bo'lsa, Gollandiyalarni ham olib biz xudo xolasa. Qoch O'zbekiston kelyapti bo'lyapti. Qoyil. Taqrolarda u cho'llarda одноразовый vagonchalar bor bilsa agar dam oladi. Turistlar dam olib keladigan joylar bor-ku. Ana shu vagonchalarni belab qo'ygan. Ha, shunaqami? Qoyilman. Nima ish qilasan Çingiz u yerda nima ish qilasan? Men stroychiman, stroykada ishlayman aka. Ha, qurilishda. Yaxshi. Tirikchiligim bo'ldi. Yordam qilaman, Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Gapsiz omadingni bersin. Bravo. Norvegiyaga borib shunchalik qurilishda ishlayotgan bo'lsa, shuni o'zi katta gap. Otam bilan o'ynaman deb hech orzu qilmaganman, to'g'risi. Shunday insonlar bilan qazol qilyapsizlarmi o'g'li? Yoshidagi odam? Gap so'z yo'q. Men qoyil qoldim lekin. Молодец. Gap so'z yo'q. Otam, ko'p yashang otam. Umringiz uzoq bo'lsin, kasal bo'lmang otam. Ilohim, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Ya sog' bo'lsin Çingiz. Mana battlelarda qo'llayotgan akalarimiz bor, musofirda yurgan akalarimiz, Amerikada yurgan akalarimiz adarka tashishadi, u ham pul bo'lib tushadi. TikTok degani o'zi katta summa degani, daromad degani. E'tirozim yo'q, lekin men bu efirdan ko'ra bu yoqda rosa zo'r qiziq videolar qo'yyapman-da. Men endi 500 mingdan odamlar ko'ryapti-da. Обязательно mana друзья qilib qo'ying, Sardor Sarim обязательно mana друзья qilib qo'ying. Odamlar do'sakan deb o'ylasin. Sardor aka 40 ga Azamat akalar 40 ga urib ketdi ustozga. 40 galab 50 galab urishdi Azamat akalar. Azamat akalar, siz Toshkentliksiz, Toshkentdan juda ham bir kuchli donator insonlar bor, juda ham qattiq akalar bor, Toshkentlik akalar bor. Bir vaqtini belgilab shu Sardor bilan bir gangster bilan ko'pchilik menga yozdi. Menga haligi nima deydi? Battle o'ynang qilishdi. Mayli nasib agar nasib bo'lsa o'ynab qolarman dedim. Bo'ldi, o'ynaymiz ustoz, o'ynaymiz. Biz bunday kuchliyiz. Sen endi buni pir bo'lib ketgansan-da endi. TikTokga ham nima kirasan deyapti hammasi menga. Men aytdimki, nima qilayin? Bizga yermay o'rtoqlar. Ya, TikTok nima uchun kirmaysiz? TikTok nima? Hech kimnidir qurib qo'ygan platformasi emas-ku. Hamma kirishga haqli. Odamlar uyatmasmi deydi, uyatmasmi? Yoshligimga qara, balay deydi. Ana nima qilay? Meni yoshligimda TikTok bo'lmasa deyman. Xullas shunaqa. Ya, gap